Assalomu alaykum hammalaringizga. O'zgazolni ro'parasida Ulug' Simo domidan ikkinchi etaj, zolotoy etajda 135 kvadratlik kvartirani sotuvga chiqyapti. Balandligiga e'tibor bering. Balandligini o'zi 4 metr. Bunaqa kvartira qanday ham chiqadi? Bu kvartiramiz 4 xona bo'lyapti. Turganingizdek mana shunaqa eshikdan kirishda kattagina hol qismi, mana prixoshka. Bitta ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirsangiz to'g'rida bu yerda sanuzeli bo'lyapti. Mana sanuzeli ham ikkita bo'lyapti. Bu yerda bitta yotoqxona. Remontlari sveji, yangi remontda turibdi. Bu yerda mehmonxonasi. Turganingizdek, stol-stullar bilan tayyor konditsioner. Mana shu prixoshka, sanuzellari qanday ko'plab pol ekan. Mana bu yerning o'zida kattagina oshxonasi, oshxonasiga e'tibor bering. Kattagina pechkalar, xolodilnik, restoranli mashina, gaz plita, hamma sharoiti bor. Boshqa xonasini ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa garderobli zona qilingan. Bu yerda ikkinchi yotoqxonasi bo'lyapti buni. Ikkinchi yotoqxona, spanli garnitur, kremo, hamma sharoiti bor. Bu aytgandek parda, konditsioner. Bu yerda ikkinchi sanuzel mana. Ikkinchi sanuzellarda Ariston, dushovoy zona. Mana bu yerda bitta yotoqxonasi bo'lyapti. Qo'lingizda 60 ming, 70 ming plyus bo'lsa bu kvartirangiz ipotekaga ham chiqadi. O'zini tan narxi esa 150 ming, ozroqgina savdosi bor. Kimda qiz bo'lsa pastdan nomer qoldiraman, aloqa qilishga batafsil ma'lumot beramiz. Hammalaringizga rahmat.